Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Bizning bugungi videomiz atirgul qalampiri, ya'ni garimdori haqida bo'ladi. Atirgul qalampiri bu qalampirning capsicum bo'lgan turga mansub bo'lib, uning mevasidagi achchiqlik kapsaitsin moddasi tufayli hosil bo'ladi. U nafaqat oshxonada, balki tibbiyotda ham qimmatli hisoblanadi. Bo'yi 30 santimetrdan 1 metrgacha, mevalari turli rangda bo'ladi. Atirgul qalampirining vatani Markaziy va Janubiy Amerika hisoblanadi. Ilk bor Meksika va Peruda yetishtirilgan. Keyinchalik 15-asrda Kristofor Kolumb orqali Yevropaga keltirilgan. U yerdan butun dunyoga tarqalgan. Bu turlarning meva va gullari go'zal, gulga o'xshash bo'lgani uchun atirgul qalampiri deyiladi. Ular Amerikada yetishtirilgan. Hozirgi kunda Osiyo, ayniqsa Xitoy va Hindistonda bezak sifatida, oshxonada va tibbiyotda ishlatiladi. Uning kimyoviy tarkibi kapsaitsin, asosiy faol modda, o'tkir ta'm va shifo baxsh beruvchi qon aylanishini yaxshilaydi. Karotinoidlar, vitaminlar, A vitamini, C, B6, minerallar, magniy, temir, manganiz, efir mo'ylari mavjud. Eslatma, undan ko'p miqdorda iste'mol qilish mumkin emas. Oshqozon shilliq quvvati va 12 barmoqli ichak yara kasalligi bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Azizlar, atirgul qalampiridan malham qanday tayyorlashini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi videolarni ko'ring. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz uchun qadrli hisoblanadi.